Ey, Cüre adaş xotiningni oldi bulayli. Mana. Ey, tuzli gap qiljimi, ha? Ma adaş. Xotinni oldi-oldiganga bir ikkilan birlashib olgan xotin emas u. Gap deganim bunda bir o'ylab beqib gap qildigan gap. Uqdingmi? Ha? Ha, oldi bola. Sen kirib oldi vaqin. Ha, bunda demabsan. Bo'ldimi? Ma adashni. Ey xotin! Adaş ey. Asiya, qavat qayshini qaranglar. Hey. Adaş ey. kirmabsan? Men kirmabsan. Ko'rishaylik. Men Xo'sh. Ey. Dada! Xotin, voy qizim. Beshingizga qattiq tegmagandi, ha? Og'rimagandi, ha? Ha, nima poqtashgan so'ymida qaraysiz, o'ltirmamsiz? Voy, jinim xotin. Men kishilarning birayuz ishtonni kiyib teshiyotganini anglagan. Lekin poqining so'yim tashkini anglab boqmabdi ekanman. Ishingizni qiling. Yuring qizim. Ma adashni qaramamdigan. Öy kirdi hech kim yarmida, do'stim turib. Xap, bu qitim xotining chiqirib asdi-ku, yana oldim kelasan. Ha, yana meni zalq qilyapsiz-ku. Sizning dardingizdan oz totdimmi men? Meni yana shunday zalq qilamsiz? Rost deysan xotin, rost deysan. Mushu mening dardimni jiq tortyapsan. Mushu qo'ygan o'pkadek samirib ketdi, chiroyli qo'yib ketdingmi? Dastsana. Bakli yarışırken xotin, bakli yarışırken. Rost. Voy, oz gap qilasiz. Topgan terginimni yig'ib, mush o'yin tutqunimgacha jaq to'ydim. Sadigan ketay xotin. Undaq jiq gap qilma. Men shu o'limga loyiq, shundaqmi, ha? Iniq anglayıram. Mençe bu öynüçe tutmayman dağıttımen. Anladınızmı? Ölgünüz olsa ölün. Men nemi küllerini kömüdüm ha? Uçamga bir qıllık nerse atmay. Muş öyünü tutkunumga jak doydum. Bularning hemmisi bugün tügüsün. Mençe siz bilen acırşımen. Canım xotin. Özani bir sol cuma, özani bir sol. Voy, bo'ldi qildingmi? Voy. Allah, elim yaxshi. Astag'firullah. Kirmabdikan men juma. Ha? Kirgan bo'lsam balaning cho'ng'it qilarkan men juma. Ya, asta ketib olay juma jonim tesh vaqtida. Hey, sen ma'ning qilib yurgan ishini ko'rang. Hey, voy. Hey, sen to'la ochig'ini keltirma juma. Oy, sizning qanchalik ochig'ingiz bor edi? Hey, sen gap yandırıp otursa elimga mush piyoli bilan kallamda. Dada! Hey. Dada, atmangchi. Atmang ha, dada, atmang. Atmayma kızım. Atmayma. Ha. Baptı, atmay kızım. Pulunun yokuda artık çıkımdar olmaylı. Toktap dur seni. Bunu sırtık taşı yutay. Hey canım adaş. Akşam öyle kirmegen olmay, nahayet yaxşı boptu. Kirgen bolsang, qaşının puşığı, bir şeyin tanışıp qalgan bolsa, balat qalatım emasmi? Kirmegenim obdan bo'ptikan. To'g'ri. Kirgan bo'lsam qachiqchilar sunib tuga ekan. Shu emasmi? Hey, xotinim yomonlab ketdi adash, yomonlab ketdi. Endi qanday qilaman? Hey, nima kunni ko'raman deyman. Tova qildim, tova. Shuncha yillardan beri qadimsizlardek yaqin o'tkazdim. Amdilikda meni tashlab ketdi. Xotinsiz turmush. Nima degan zerikishlik.
Mahmudjon! Oy, Mahmudjon! Mahmudjon! Oy. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, yaxshi. Qani uyga Og'ingiz kiring. Mahmudjon uyda bormidi? Ha, uyda bir narsa yezayotgan edi. O'zi chiqmay sizni chiqartibdi-da. Yo'q, aldirash bir narsa yezayotgan. Uyga kiring. Ma'qul, ma'qul. Marhamat. Voy, voy! Assalomu alaykum! Va alaykum Qanday assalom. Mahmudjon, tinchlikmi? Kela do'stim, kela. Salomatchilikmi? Ha, Obdan turdikmi? Salomatmi? Salomat turdim. Uzun bo'pti ko'rishmagida. Kela o'tir adash, o'tir. Ha. Hey, bormisan, ey? Nima bo'ldi? Qani. Ilohim. Amin. Allohu akbar. Salomatmi? Salomatmi? Tinchlikmi? Ko'rishmagida uzun bo'pti. Ko'rishmagida uzun bo'pti. Voy, siz meni tanimidingiz, ha? Rostlikdan yomay Ben topdim. 5-6 aydan oldin kelgan chaqda siz döp tugilak bo'lib ketib ekansiz. Mana hozir o'riqlab, xuddi usulchilarga o'xshab qolibsiz. Ha, to'g'ri dedi, to'g'ri dedi. Usulchilarga o'xshab qolibsiz. Tamoq yemaydi emasmi? Shundan sabab deb azalda o'tiradi asha. Bo'ldi, bo'ldi. Uf, voy. Xotin, choy quyinglar mehmonga. Ha. Jinimadash, sen Qanday bilan adash? ko'rishmagil uzun bo'pti Yaxshi emasmi? adash. Bakka uzun bo'pti. Sevinib turatdim. Shundaqmi? Ey, Ko'miz sen sevinib odam seg'inamsan, ha? Ha. Sening meni seg'indiganligingga men taqatli ishonmayman. Men seni har doim o'ylab turmay qara, har doim o'ylab turman. Ha, undaq demagin. Ey. Men seg'inaman sen adash. Seg'inaman. Hey, Ha. mush yaqindan beri olama chiroyli qo'kib borsan juma, ha? Qarama o'ldiringni. Ha, o'ylanib ishtaq Voy, voy. yasib oldik adash. Ya Mahmud, ma'u xotiningni almashtiratmagansan? Nima deysan adash? Ma'lumsa almashtirib olgan. Boshga kelgan chaqda semiz yo'g'on xotin oldimga chiqqandi. Mana endi bugun kelsam, o'roq bir xotin oldimga chiqyotdi. Rost, shunga qarab, men seni almashtiratmikin debdiman. Rost aytaman adash. Hay, unda nima gapni qilsa adash? To'g'ri qoldik. To'g'ri, to'g'ri. Choy ol adash. Hey, Ola. ko'nglingiz kammisin juma? O'sha 5-6 oydan oldin kelgan chaqimda semizdingiz. Mana endi o'riqlab shundoq zilva bo'lib ketibsiz. Hergiz ko'nglingiz kammisin. Alog'ini bo'lganki biz mushlab chaqchaqlashimiz. Voy, rahmat, rahmat. Rahmat. Ha, ishi adash. Ha. Nandini ol adash, nandini. Jinama. Selepa. Bunda qiziqchayni ishmigil uzun bo'pti. Bugun bu uyga qadiming yetib qapti. Gapning rostini etsam adash. Men xotin bilan uzun bo'ldi. Xotin yomonlab ketdi. Rost. Nemish qamda? Nemish qiladi deysan? Men shu uyga bir puncham pul akirmagandan keyin xotinning ko'ziga döv ko'rindigan o'xshayman. Xotin yomonlab ketdi o'ta. Nega yomonlab ketdi? Nega yomonlab ketadi adash, onasinikiga ketmamdi. Turib shu xotinga ichim og'rib qoladi. Men bilan yangi to'y qilgan chaqda ikki mag'zi qip-qizildi. Uyning ichida dik kiyikdek sakrab yuradi. Keyin japanimi yetkichi tatdi. Oningimi tas o'g'il bo'ldi. Mush ko'ch-ko'ylarda uning bilan menib qolsam, al og'ini bolla, "Ye turdi, hadang bilan nega manding?" deydi. Qaraganda ayoling qirib ketgan o'xshamamdi. Bechar xotinni emgak izvatdi-da. Oningimi o'g'il. Ha, jinim xotinim. Turib uningga Choy ichi adash, choy ichi. Rahmat. Ketkili xili bo'lib qoldi. Zal qancha kun bo'ldi? Hisoblab baqsam, bir oy 25 kun. Yana bu jami qancha? Hey, bu o'ylab baqsam, soating qancha bo'ldi? Soat 3 bo'ldi. To'g'ri, 7,5 soat bo'pti. Nima ketdi? So'raveram sen, ha? Dedim-ku, uyda oshnam bo'lmagandan keyin, yeydiganga, ichdiganga narsa kerak bo'lmagandan keyin, shu onasi uyga yomonlab ketdi dedim-ku. Ha, mundaqda. Endi tushundim. Boshqalardan anglasam, ish o'rnining qoldirilganlarga ozroq pul berdi ekan deb anglab, zavodga qatirib, oyog'imning chamimi teshilib ketdi.
Keyin qanday qildim demaysan, shahar boshlig'ining ayniga qo'rqmasdan yuragimni qopdaq qilib, udulla ustli kirdim. Mundaqda. Shahar boshlig'im sen bilan bizga o'xshashli odamga, u mening gapimni astoydil angladi. Ikkimiz texi og'in bo'lib ketdik. Voy, shundaqmi? Rost og'in bo'lib ketdik. Rasman. Men bu dadimni rosa to'kdim. Ikkimiz alomat chiqishib ketdik. Ha. Shahar boshlig'i nima dedi, ha? Ashpol qo'lim mutakkan bo'lsa, ayolimni aka olaman deb o'ylagandim. Biroq nariligini deysan? Shahar boshlig'imi Opel texi amillashmadi. Opel amillashsa, sizlarning zavotinglarga beramiz. Siz xotirjam bo'ling deydi. Men shuning bilan, "Bo'pti, shahar boshlig'i, amillashmagan bo'lsa, amillashgan chaqda bizni chaqirtasiz" dedim. Shuning bilan chiqib ketdim. "Xo'shamsa" dedim. Hay. Aladash, ala. Canım adaş. Muşu ayal kişi bomga öymüçü mazağılı oxşap kalır iken. To'g'ri deysan, adash. To'g'ri. Muşu ayalim bo'lgan bo'lsa, issiq bir qoch osh yegan bo'lsam, sana o'xshash bir og'inamga ishqonimni to'kib olganimning o'zimi bir yaxshi ish bo'ldi adash. Ko'nglim ichilib qoldi degina. Rost. To'g'ri. Mahmud. Rost deyman adash. Men, hey, to'g'ri, men mangay. Adash. Men mamsa bo'lmaydi ekan. Men mamsa bo'lmaydi ekan. Allohu akbar. Qo'shamsa adash. Uda qilma, tomoq yetib deyman. Keyin qaytib kelaman. Tomoq yapmasa ummamda. Xotiningning qo'lining ta'mi bor ekan, ha? Hey, adash ey. Xotin qaytib kelgan chaqda, Xudoyim buyursa, men sizlarni uyimga chaqirdim. Rahmat. Xotin bilan yarashgan chaqda xotinni olib kelaman, ha? Ma'qul amsa.
Şundaq qilib xotinim tex kammidi degan. Hey, Şunda xotinim hech kelmedi. Qanday qilsam bo'lar? hey, bu bo'lmabdi. G'oz bilan maslahatlashib, berib uni akab qo'yaylik. Hey. Tamam aladaş. Ya. Amin. Allohu akbar. Ma'qul amsadash. Rahmat sana. Bir ay şu samin izler hacımı. Ha? Ma'qul. Risavat qilib o'tam. Dadangizga texsizlik xush qilib aytaylik, ya. Nechkining yoqi siz yurganda tayyorlik. Mening dadamni pek ko'zim kelib ketdi. Oy. Chiqing ay qizim, dadangizning oldiga chiqing. Bo'ling. Dada! Oy. Canım kızım. Yaxşı turdunuz mu? Ha? Oy. Görüşmeyeli uzun boptu. Apa, dadam keldi. Apa? Apa, qarang, dadam keldi. Qarab tursiz-ku. Kiring uyga. Kiring, dada. Kızım, Ha? beni sevindiniz mi? Ha? Men mi sevindim? Qani, kampit ya. Kızım, yemişqa qaytib keldinglar. Ha? Momam bizga o'g'il bolaning beshig'i kun tushganda asqatmagan yaxshi ish emas, uyinglarga ketinglar dedi. Teki appamga pulni berdi. Oy. Naqbiyatlikni oshkorlab qo'ydingiz, ha? Çay için. Ayol kishi uydan yamanlab ketsa, keyindan berib ekiladigan ishmi yo'q, ha? Qiziq gap qilgansizlar xotin. Yamanlab ketgan cheg'inlarda bir ozroq bir krak qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, og'il boratdim emasmi? Krak bo'lmagandan keyin shu o'zingizga qaytib keldi deb o'yladim shu. Bo'ldi, bo'ldi. Balani qo'yib, yuz ko'zingizni yuyib, saqal burtingizni ep, tamoqingizni yeng. Bo'ling aka. Saqalim usib ketibdimi qizim? Ha. Apsi, nima dedinglar? Saqal burtingizni eling dedim. Avval qo'sqimni to'xtab olay, ondan keyin saqalimni olay juma. Qo'sqim bakli echib ketibdi. Ha, bo'pti. Ma'qul. Çay için dada. Oy, Tamak xotin. geldi. Tamak yanglar. Tamak chiqarishmanda. Rahmat. Eling kızım. Sizning keling appa. Choy. Eling. Rahmat. Choy yo'qdir-da? Ha? Ha, bo'ldi. Oy, miyarkan. Bo'ldi. O'zim qo'yay. O'zim qo'yay. Bo'ldi, bo'ldi. O'zim qo'yay. Bo'ldi qiling. Ha. Aslida men obdan xotin tonlasizlar. Lekin anamning Bo'ldi uyiga qiling turdi. Hajab maqtab ketdim. Bo'ldi. O'tgan ishlarni tagimay, ha? Çay için kızım.
Dadanız pek köp gap qiladi ekan, ha? Dadamning gap parasqo. Akıllı kızım. Bir demdala dadangiz tarafga o'tib ketdingizg'o. Dadangizni. Kulağının tembe başakçıl tatlıkçı mı xotin, ha? Acayip tatlık. Qanday qopdi? Tamağınla okşap ketipti. Uzun bo'pti kulağından tamaq yemegili, ha? Anağınla uyga ketib, iştiyinglar tatilib ketgan o'xshamamdi xotin, ha? Tamağınla bag'la ozlab ketibdi-ku, ha? Tamaqni jiq-jiq yeb samiringlar xotin, samiringlar. Samiringlar. Apa yemamsiz? Sal turib. Ha? Hey ağine, turda nemiş qıvatıdı eken bir körüp gille, ha? Berkemem da. Şundaqlaylı adaş, şundaqlaylı. Mana adaş. Ha, uzun bo'pti uni ko'migili. Oldin qatim u ayolim ketdi deb atatdi. Soat qanday bo'lib ketdi tang? Onu bir berip yo'qlab qo'yli adaş. Körüp gelle nemiş qıvatqandı o. Shundaq qilayli adaş. Seg'inib qolgandim. Bosaq borayli. Bo'la, Nerede da onun ye? oldimizda. Ha, bula. 2 kilo ketdi. 8 kiloluk. Bana da canlab beraymi? Ha, bo'ldi. Rahmat da. Mana, arzimaydi. Qara buni. Voy. Qada havalan turdi. Bucha qada havalan. Ha, o'tiringlar, Bo'ldi. o'tiringlar. Avaruma bo'ldi. Oho. Oy, yaxshi ish qilibsan qo'y, mana turgan Rahmat. Allohu akbar. Yaxshimi, salomat edingmi? Tinchlikmi? Men bu har qaysinglarning yodiri bor ekanman juma, ha? Voy. Meni unutib ketdimikin deb o'ylabdiman. Xotin kamsiz sizlarmi kammamdikin deb o'ylabdikanman. Ey, gachchidim o'sha uyga kirib, xotinga deb lag'ma aytqizmaymi? Qanday dedim, ha? Ay, bo'ldi, rahmat. Avaruma, adash, tijoratini qil. Ha, tijorating oqson adash, tijoratini qil. Shundaymi? Ish olamiz. Voy, chataq yo'q, qo'rqmangchi. Avarumigina bo'ldi adaş, avarumigina. Avaruma adash. Kun-kunlab o'ltasam buni aldigan xaridorning tayini bo'lmasa, ha? Buni qo'yib qo'ysam o'g'rini elishi natayin. Ha? Navoda o'g'ri oldima, xotin, ha? O'g'rining yoqsi isildi, g'azozligini boshlaydi. Shuning bilan o'g'ridan pul undirib oladi. Xotirjam bo'linglar. Va nima avarchilik bu? Do'koningda chiroyli assangni bo'lmadimi? Nima var o'lsa? Hey, Shu emasmi adash? Xotin yo'q-ku. xotinni deysan-ku, ha? Xotinni sen elishmaganmisan, ha? Davomli mening xotinimni so'raysan. Unda gapni az qil. Bulanda Mahmud, ha? Voy, xotinning gapini qilmadik bo'ldi adash. O'zingni avval yaxshi-da? Ha? Yaxshi bo'lsa bo'ldi-ku. Hey, mening avolimni so'rab qilding-ku, ha? Mening avolimchi hozir shundoq yaxshi. Ha, yaxshi bo'lsa bo'ldi-ku. Sening ahvoling yaxshi bo'lsa, biz Shu emas bu. xotirjam adash. Biz qo'shulimiz. Intayin qo'shulimizdagina ataqa. Bu mallarni sotolmay ichib pishib turgan gap. Ey, kim shundoq deydi, mollarini sotamaydi deb. Mana biz kelsak, mallarni sotolmay chivin qo'rib oltamamda. Ma gap keldi mana. Ey, qaydalar, yo'q gapni qilmay. Azroq o'tiringlar, ha? Azroq o'tiringlar. Rahmat, bo'ldi, rahmat. Hamma o'qitini qil, chaqchaqni qildi. Ma'qul. Ko'rishamiz. Ko'rishamiz, ha? Ko'rishamiz. Aman bo'lg'imiz. Xo'sh. Hey, mab. Tijoratlar yaxshi olsun. Vallahi, men azroq dedim, Ha, rahmat, bo'ldi, rahmat. Avaruma şey, Bo'ldi, amma. Avaruma, bo'ldi. Bo'ldi, tijoratini qil, bo'ldi. O'qitini qilyapagin. Nima qilamsan? Qo'shamiz, ha? Meni tashlayotmay. Bunda pat-pat kelib yo'qlab turinglar. Kechirsiz, men xato kirib qoptiman. Oy, ishi qayoqda-chi? Miyatgan. Bo'ldi. Men chiqib ketalayman. Avar qildim. Kechirsiz, xato kirib qoptiman. Qachonli bo'lsa bir yerlarga xato kirib qolgan ishim bor mening. Nerede
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz singlim? Bay ishxonaga kirib chiqib ketgan edingiz. Men bu yerga Biri ish bilan kelganmi? baya ishxonaga kirsam, sizlar bekla oldirashgansizlar. Shunaqa bu yerga saqlab turgandim. Nima ish bilan kelgan edingiz? To'g'ri, onsam sizlar bir direktor qabul qilgansizlar, ha? Uy, nima bo'ldi? Siz xato anglab qolibsiz, aka. Bizning direktorimiz bor. Biz xizmatchi qabul qilmoqchi. Uy, singlim, sizlarga direktor lozim emasmi? Direktorimiz bor tursa. Bu qiziq ish. Sizlarga Men sizni direktor ishxonasiga boshlab boray. Oy, mundaqdan ma'qul. Yuring. Mush ishxona. nima direktor? Nima? Qarang. Yo'q. Bayatır men shundaq sizning oldingizda o'diq. Bay ko'rishman degan edingiz-ku. Yo'q. Siz xato tushunib qolmang. Bay men oldingizda bakli o'diq ketdim. Shuningga gaplarni ag'il-tag'il qilib qo'ydim. Voy aka, men sizni boshlab kiray emsa. Qarang. Direktor yaxshimisiz? Qani qarang. Direktorimiz bor ekan. Qarang. Direktor. Kiravering. Marab turmay kiravering. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? To'g'ri sizdan ahvol so'rab boqaman. Direktor. Men chiqdim. Yaxshimisiz? Qani o'ltiring. Bo'ldi. Men o'rtiray. Nemish qilsangiz, men davomli uyimga kech qaysam, xotinim meni o'shnaq bo'sog'ida o'rtirg'izib qo'ydi. Nima? Ayolingiz bo'sog'ida turg'izib qo'ysimi, ma'qul deb turamsiz? Men qarang singlim, men sizga aytsam, o'sha kechalari xotinimdan qo'rqib, yana shu qo'rqib datlarimni shu she'r qo'shaq yozaman. Rost, to'g'ri, yana bir ish. O'tganda bir qitim loteriya bileti olgandim. Qarsam 50 ko'y chiqibdi. Oy, sodixonga ketay singlim. Menga 50 ko'y pul chiqqanini hargiz xotinim bilib qolmasin-chi? Bo'lmasa o meni uyning bo'sog'isida turg'izmaydigan qilyapti-da. Sizni o'tirib qolay singlim, hargiz demang, ha? Hargiz demang. Nima? Qarang singlim, oldingi kuni bor-ku. Chiroyli xotinim bilan obdalla jo'jonlashib qoldim. Nimaga so'qishib qoldinglar? O'tirimizda-ku boshqa ish yo'q shu. Singlim, tamakingiz bormi? Nima? Oy, Allah! Siz ayol kishi tursangiz sizdan tamak so'raganim qiziq bo'ldi-da, belchog'da o'zimni bilmagan holda mush xotinimdan aroq so'rab qolma, rost? Qiziq ishda bu. Nimaga so'qishib qoldinglar? Qarang, men mush xotinim bilan shundoq inoq o'tgan bor. Biroq xotinim shu adrin kashkicha, "Hey turdi, ha? Mana bu pulimizni dadam opam beryotdi, ha? Bolamizni ocham beqib beryotdi, oshninimizni akamlar beryotdi" deydi. Siz bo'lsangiz atrin kashkichi lag'aylab yurib, bir puncham pul akirmaysiz. Men bo'lsam nomusini o'lay da'votiman deb beshimni o'choq qilyotdi. Bo'ldi, endi tushundirmang. Yo'ldosh turdi. Biri ish bilan kelganmidingiz? Voy singlim, siz
Oy, birden içinde benim ismimni tutup aldınız mı? Oy, tutuyuluş kabiliyetiniz bekli yukarı gencimi sizden. Hey singlim, anlasam sizler şirketinizga bir direktor qabul qilmoqchi ekansizlar, ha? Nima dedingiz? Şu G'ozi bilan Mahmudlar televizordan ko'rga o'xshaydi. Ular meni sen hisobotga yomon, hamma ishlarni puxta qilasan, sen direktor bo'lishga loyiq deganda, shu mushaga kelishim singlim. Xato anglab qapsiz. Bizga direktor lozim emas. Bu yerning direktori men. Bu sizlarni o'yaga direktor lozim emaskanda kechirsiz singlim. Nima dedingiz? Bu yerning direktori men. Ben xatolashga o'xshayman. Men kechirsiz. Katib ishxonaga kiring. Oy. Nima ish direktor? Bu kishini uzatib qo'ying. Bo'ldi. Marhamat efendim. O'zim chiqib ketalayman. O'zim chiqib ketalayman. Oy, Alloh. Marhamat. Xo'shamsa, o'ylab bering. Voy Turdika. Oy. Yoqubcan bu, ha? Yoqubcan bu. Bu yerda o'tiribsiz-ku. Yoqubcan, teshqma. Yaxshi aka, o'zingizcha. Shu kallamni sagitay deb mushada o'tirishim. Keling, birga o'tiraylik. Qani o'tiring. Turdika. İdiyinizden o'tmayotgan bir ishlar bormi qandaq? O'zingiz yolg'iz bu yerga kelib qolibsiz. Agar bir ish bo'lib qolsa, menga deng. Hargiz qalayimqan ishlarni qilib yurmang. Men o'ylayman, afka mushu daryoni asr qanchalik shig'il bo'ldi, ha? Jiqdi Axcan. Turdika, sizning qalingizdan o'tmayotgan bir ish bo'lsa, menga deng. Biz birlikda hal qilsak bo'ladi, menga deng. Fuka, ideyadan o'tmaydigan ishlar jiq. Hech qanday bir ishning tayini yo'q. Mana mushu yerda o'tiribdiman. O'zingni ko'rib turibsan. Nima ish qilsam bo'larkin ta? Turdika, mush ishqimi o'lib-o'lish ketamdi. Unda qilmang Turdika. Jinim ukam. Men o'lsam sana nima foydasi bor? Men sizni o'lib olamdikin debdimi? Xato tushunib qolibdimi?
Aras turdik ha. Bugün bizning bu yerda uchrashib qolganimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Shundaqmi? Doğru deysen Afgan. Sen tanımaqlı taslı kaptı ben. Xeli bekli özgürüpsen. 2 yilning oldida men bir tuqqunimizni malaga vaqtimda siz menga yordam qilib ziyondan saqlab qolgandingiz. Men shu vaqtda qo'yilib ketgili tasli qolgandim. Sizga ko'p rahmat. Sizni menga unutmayman. Siz menga ko'p yaxshilik qildingiz. Yakup Cafika. Burun vecikkini balıydı. Mana endi yoğunap, doğrusla çok çoğun adam bolup gitipsen. Hazır nemiş kılıvatsan? Koni kasbimni qilyapman turdik ha. Raq tijarati. Ticaretten yaxşıdı. Yomon emas, Xudoga shukr. Mundaq de. Sizni izlayotgili uzun bo'ldi turdik ha. Bugun yaxshi uchrashib qoldik. Şundaq mı? Shundaq. Meni izleydiğin nemişin bu addi, ha? Yuring ha turdik ha. Yaxshiroq bir yerga berib, obdanroq paranglashaylik. Yuring ha. Buludu, şundaq qilayli. İşimiz Aramızda paralaşmaqili uzun bo'pti ekan. Oy, avayla. Bugun ishkaylan yaxshiroq bir Shunday qilaylik. paranglashaylik. Yuring. Bugun sizni obdanroq bir mehmon qilib olay. Qo'y, ukam. Bundaq qilmasanmi bo'ladi-ku, ha? Yo'q, hech yo'q, tuz qilmang. Sen meni xijil qilib qo'yding-jimi, ha? Siz bilan paranglashadigan chiqishlar bor. Oy. Shahrimizda mundaqmi restoranlar bor ekan, ha? Oyoq o'tiring. Qani. O'ltirgan turdik ha. Oy, o'ltasan bo'ladimi, ha? Bo'layli urdi. Izlib ketmasa? Yo'q. O'ltadim men sen. Rahmat. Qani. Meni nemish bilan chaqirib qolibdingiz? Bu yerga chaqirishim boshqa maqsad yo'q. Bundaqda. Turdik ha. Ish o'rnidan qolgan sizlar emas. Sizdek iqtidorli odamlar yerda qolmaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Shaxsan men sizni shirkatimga taklif qilaymikin deyman. Rasmi Afgan. Ras. Sizdek iqtidorli odam bizga har vaqt lozim bo'ladi. Uning ustiga sizdek yaramliq bir yomchik hargizmi yerda qolmaydi. Turmushda ozroq qiynalib qolibsiz. Men sizga bir oylik maoshingizni oldin beray. Sizning zakolat pulingiz bo'lib qolsin. Rahmat ukam. Rahmat. Mana bu 2000 yuan. Bu sizning bir oylik maoshingiz. Eling. Oy, bu Eling. bunda qilsam qandoq bo'ladi? Hech qish yo'q, elavering. Rahmat sizga. Sizdek oq ko'ngil odamning tepilmig'i oson emas turdik. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, men shu qitimliq sodada 500 ming yuan ziyon tortgan bo'lardim. Ham sodadami uftagan bo'lardim. Rahmat sizga ukam. Bu mening sim kartochkam. Oy. Yaqubjon ukam, men atila ishga tushsam bo'lamda? Bo'ladi turdik. Men mush nomer ursam sizni topalayman. Topalaysiz. Bu mening telefon nomerim. Rahmat. Anasi! Oy, anasi! Anasi! Ha? Anasi! Voy, mana men. Oy. Nemish qilyapsizlar? Uy yig'ishtiryaptiman. Xudoyim er kishiga 7 qitim berdi degini rost gapkan jumo, ha? To Xudoyim bugun mushu bola uchirmagan bo'lsa, men Xudoyimning ko'zi bor ekan. Voy, nima bo'ldingiz? O'zingizga o'zingiz so'zlab ketdingiz-ku. Ha? Men o'z-o'zimga gap qildimmi?
Ha? Oy to Xudoyim. Mushu arlamucho ba'zi chaqda o'z gap qildigan bo'lib qoldi juma. Oy, bir xushallik bormi ya? Hey xotun. Nega Xizmat topdingizmi? qaranglar, aqlli juma sizlar. Men mushu raqs avtiri ishlayotgan vaqtimda Yoqubjon ismli bir bola raq og'ili kelgandi. Men u bolani 500 ming yuanlik ziyandan qutuldirib qolgandim. U bola hozir katta direktor bo'lib ketibdi. Texi u bola meni zavodimizga berib, ha? Bizga priyonchilik qilib bergan bo'lsangiz deydi. Texi menga oldin ola 2000 so'm berdi. Qani, mana bu yergan. Mana xotin, u bola bir oylik maoshimizni oldin ola berdi. Mana bu 2000 so'm. Ras xotin, bu 2000 so'mga bag'o qara, menga chiroyli kostyum burilkidan bir yurishib qo'y. Men atdi shuni kiyib, ishga boray. Turdi, mangdingizmi? Ha? Mandim xotin, mandim. Bo'ldi. Uzatma. Xudoyimga omonat. Bo'ldi, turib qol. Uzatma. Kechki baldiroq. Qanday xotin? Bu kostyum yarashibdimi, ha? Xo'shamsa xotin.